Bugungi kunda kadastr agentligi viloyat boshqarmasi tomonidan yerlarni, xususan sug'oriladigan yerlarni muhofaza qilish, noqonuniy qurilishlarning oldini olish, bunday qurilishlarga yo'l qo'ymaslik, aniqlangan holatlarni bartaraf qilish bo'yicha qator ishlar olib borilmoqda. Muxbirimiz shu haqda so'z yuritadi. Viloyatda yer maydonlaridan samarali va qonuniy foydalanish, ularni muhofaza qilish, shuningdek, o'zboshimchalik bilan qurilgan inshootlarni bartaraf etish maqsadida tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan, joriy yil boshidan buyon viloyat bo'ylab 831 ta holatda umumiy 23,1 gektar yer maydoni ayrim yurtdoshlarimiz tomonidan yer kodeksi talablariga zid ravishda egallab olingani aniqlandi. Bundan tashqari, 67 ta holatda 1,67 gektar sug'oriladigan yerlarga o'zboshimchalik bilan turli xo'jalik inshootlari qurilgan hududlardagi o'rganishlar davomida ma'lum bo'ldi. Shuningdek, kadastr agentligi Xorazm viloyat boshqarmasi hamda tegishli idoralar hamkorligida ushbu holatlar bo'yicha zarur choralar ko'rilib, noqonuniy qurilmalar belgilangan tartibda buzib tashlanmoqda va yer maydonlari davlat zaxirasiga qaytarilmoqda. Nazorat tadbirlari jarayonida Hazorasp tumani Alaqaliko'l va Qirtepa mahallalari hududida fuqarolar tomonidan qishloq xo'jaligi yer xaritasining 872 hamda 674 konturlaridagi qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yer maydonlarida o'zboshimchalik bilan 4861 kvadrat metr yer maydonlari egallab olinib, qurilish ishlari, fundament va tuproq ko'tarish ishlari bajarilganligi aniqlandi. Ushbu bajarilgan noqonuniy qurilish ishlari joyida bartaraf qilindi. Mazkur tadbirlar doirasida fuqarolarga yerdan foydalanishdagi huquqiy talablar to'g'risidagi keng qamrovli tushuntirish ishlari ham olib borilmoqda. Yer umummilliy boylik, uni muhofaza qilish, har bir fuqaroning qonuniy manfaatlarini ta'minlash bizning ustuvor vazifamizdir. Viloyatda yer resurslarini aniq hisobga olish va raqamlashtirish ishlari ham izchil davom etmoqda. Bu esa kelgusida bunday holatlarning oldini olishda muhim omil bo'ladi.